Aybdorning harakatini Jinoyat kodeksining 277-moddasi 3-qismining B bandi bilan kvalifikatsiya qilish uchun uning bezorlik harakatlari davomida o'qotar qurolni namoyish qilganligi faktining o'zi yetarlidir. Ish bo'yicha aybdor tomonidan o'qotar qurolni qo'llashga tahdid qilinganligi yoki qo'llanilganligi holatlari jazo tayinlashda e'tiborga olinishi lozim. Ya'ni, qisqa qilib aytganda, Jinoyat kodeksining bu moddasi, ya'ni 277-moddasi bezorlik bilan bog'liq bo'lgan qonunlarni o'z ichiga oladi. Bezorlik harakatlari sodir etilgan bo'lsa, bu qonun jinoyatni ochib, unga jazo tayinlanib, barini o'z iziga solib turuvchi bir ustundir. Aytdingmi kelishyaptimi ular? Ha, aytganman. Ha demay kelib qolishadi. Yaxshi. Hormanglar. Farruh. Yaxshimisan? Qalaysan? Qalaysan? Nimaga? Ha, tinch, o'zing yaxshimi? Hormasizlar? Yaxshimisan? Misha. Qalaysan? Yaxshimisizlar? Qalaysiz, Yaxshi o'tiribsizlarmi? yaxshimisiz? Men chaqirding, tinchlikmi? Tinchlikmi? Xullas, gap bor. Soqqali ish desa ham bo'ladi. Zo'r-ku. Yaxshi-yu. Qachongacha bizni qishlog'imizga begonalar kelib egalik qiladi? Nima, o'zimiz eplay olmaymizmi? Qachongacha bizni qishlog'imizga kelib begonalar pul yig'ishtirib ketadi? Ulardan bizni kam joyimiz bormi? Chaynalmasdan gapir. Nima demoqchisan? Nima demoqchiman? O'zimiz guruh tuzamiz. O'zimizni qishloqqa o'zimiz egalik qilamiz. Birinchisi 277 bakla. Odamni urush. 277-modda bilan 2004-yil sudlanganman. 3-qismi bilan. U janjal oqibatida bo'lgan, shu odamlarga borib, o'zimizni nimani ko'rsa, yoshlikni nimasimi, sho'xlikmi, u nima deb bir beboshli dabir u borib odamlarga nalog solishdan, pul undirishdan chiqqan, unasi o'z territoriyamizda o'zimiz pul undirib yurganmiz shu. Bu qishloqda nima bo'lsa, do'kon bormi, choyxonami, xullas nima biznes bo'lsa, hammasidan do'li olamiz. Hattoki dehqonlardan ham olamiz. Ular bizga pul to'lash kerak. Birovdan qo'rqadigan joyimiz yo'q. Kuchimiz bo'lsa bor, duximiz bo'lsa vagoni bilan bor. Mana chittak. Qayerda nima bo'lyapti, qayerda kimni puli bor, hammasini bizga yetkazib turadi. O'zimizcha hech kimga unaqa обязанияga boylanish joyimiz yo'q. O'zimizcha o'zimiz boshqarib. U paytlar endi odamlar endi unaqa narsani uyat hisoblashgan, endi hamma o'zi holatda hech 2004-yillari endi u holatda bo'lib turadi o'sha paytlar. Endi o'zimizcha biz ham o'zimizni fikrimiz bilan yuritardik-da. Endi hozir endi katta bo'lib tushunib yetdik, endi u davrlar endi bu yoshlik, bema'nilik va beboshlik davri ekan. Farruh, sanchi tushgan do'lalarni kassa qilasan. Topgan pulni o'rtada taqsimlaymiz. Sen Misha, kim nima biznes qiladi, qancha pul topyapti, ana o'shalarni aniqlashtirasan. Bo'ldi. Hech kim bizni joyimizga egalik qila olmasligi kerak. O'zimizni joyimizga o'zimiz egalik qilishimiz kerak. Agar kimdir bizga pul berishni xohlamasa, o'yin qilib orqaga yursa, yaxshilab ta'zirini beramiz. O'ziga kelib qoladi. O'zim ham anchadan beri o'ylab yurgandim. Mana shu narsani hech bir plan qilib o'tirib gaplashishga vaqt bo'lmayotdi. Menga qara chittak. Qishlog'imizni yangi egalari paydo bo'pti deb gap tarqatasan. Tushundingmi? Xo'p bo'ladi aka. Xullas kelishdik-a? O'sha paytda 19 yoshda bo'lganman men. Atrofimga odam yiqqanman. Ko'chada yurgan o'shna o'g'aylarim yig'ilishgan. Shu bolalar yiqqanman. Jonga jon, qonga qon buyog'i. Ha. Bunaqa qilib
qarab o'tiraversak, qishlog'imizga duch kelgan odam kelib pulni olib ketaveradi. Nima biz qila olmaymizmi? Qila olamiz. Qila olamiz. Unda hamma rozimi? Rozi. Kelishdik unda. Hammamiz aka-ukamiz. Bu yoqqa ham oxirigacha boramiz. Bo'pti. O'tirlaring. Osh aytganman. Jonibek O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining aynan mana shu 277-moddasi 3-qismi bilan birinchi marta sudlanadi. U ayni navqiron o'smirlik chog'ida egri yo'llarga kirib qolib jinoyat sodir etadi. O'sha paytda ehtimol yot filmlar oqibatidadir yoki yana boshqa sabablar bilanmi Jonibek kuch ishlatish yo'li bilan bezorlikka qo'l uradi. Biz uning jinoiy ishini o'rganib chiqarganmiz. G'alati bir narsaga duch kelamiz. Ya'ni bizning yurtimizda joylar, ya'ni mahallalar va guzarlar, xullas shunga o'xshagan joylar mahalliy bezorlar tomonidan go'yoki egallab olingan. Ammo bunday holatni bizning yurtda ko'z ko'rib quloq eshitmagan. Chunki bu kabi narsalar faqatgina chet el kinolaridangina bizlarga ma'lum. Ammo Jonibek va uning bir necha hamtovoqlari aynan mana shu ish bilan shug'ullanmoqchi bo'lishgan. Bizga endi qanaqa katta ishlar bilan ko'p shug'ullanmaganmiz. Melcha bezorilik bu. Oddiy mayda bezorilik. Nimasidir olib qo'yish, nimasidir nima qilish. To'xta. Mehmon kelganda eshikni ochib kutib olmaydimi otaxon? Yur. Otaxon. Biz bilan gaplashgiz ham kelmaydi. Ko'rgiz ham kelmaydi. Salla bilan nimani gaplashaman? Nimaga keldilaring? O'g'ilchami? Navaram. Bilib qo'ygan yaxshi-da. Xo'sh. Hosilni ham yig'ishtirib olibsiz. Eng ko'pi sizniki chiqibdi-yu, a? Xullas, omborga ham bosib olibsiz. Endi ulushni qachon to'laysiz? Sallaga nimaga ulush berishim kerak? Yerga o'zim mehnat qilgan bo'lsam, Salla kelib bironta yordam qildilaringmi? Nimaga Sallaga ulush beraman? Ha? Gapir. Qalaysan kichkintoy? Qani shirin bola 5 tashinchi? He, barakalla. Yaxshi bola ekan-a bu. Bir amakiga tarz qilcha. Aqlli bola ekan. Ja, boshqacha sayrayapsiz, otaxon. Ha, endi boshqalar qanday qilib ulush berayotgan bo'lsa, siz ham o'shanaqa to'lab qo'yasiz. O, menga qara. Nima deyapsan o'zi? Ey yo beyo kelib pul talab qilasan? O'zingchi ko'chani yasab oldilaringmi? Sallani so'raydigan odam yo'qmi? Menga qara otaxon. Biz bilan ko'p o'ynashma. Biror yerda kaltakib yotganingda yoki mana bu nevarang maktabdan qaytib kelayotganida yo'q bo'lib qolsa, shunaqa sayrarmiding? Ha? Nima deding? Shuning uchun biz bilan ko'p o'ynashma. Xullas, Salla ham ko'p so'rayotsanlar o'zi. Sal ozroq so'rasalaring bo'ladi-ku. Insof bilan.
bu boboy tushunmaydi shekilli. Hammaga qancha degan bo'lsam, senga ham xuddi shunaqa to'lov qo'yapman. To'lamasdan ilojing yo'q. Gap aka, endi bizga nima desa bo'ladi? O'sha qilgan narsalardan u bu narsasini olishga harakat qilardik-da, o'zi o'sha paytda endi просто yeb ichib o'ynab kulgani xolos bizga shu narsa. O'sha paytlar bo'lib o'tgan. Keyingi safar kelganimizda pul tayyor bo'lmasa, bunaqa gaplashib o'tirmaymiz. Bora qol, boboyning yoniga. Jo'na. Ke bolam. Men hazillashmayapman. Otaxon. Tayyorlab qo'y. Tushundingmi? Ketdik. Jonibek sport bilan shug'ullangan va o'z kuchini ko'cha bezorligida sinab ko'rgan. Mahalliy aholining tinchini buzib, kuch ishlatib ulardan porlar, ulushlar va shunga o'xshagan o'zi o'ylab chiqargan qo'shtirnoq ichidagi soliqchalarni joriy qilmoqchi bo'lgan. Ya'ni atrofdagilar bilan kichik mafiyaga o'xshagan tashkilotcha bunyod etishga uringan. O'sha yerlik aholidan pul undirishni asosiy ish rejalariga kiritishgan. Masalan, dehqonlardan pul talab qilishgan yoki yana boshqa bir ijtimoiy qatlam aholisiga zug'um o'tkazishgan. Barcha sodir etgan harakatlari jinoiy ko'rinishda bo'lgan. Hech qanday qonun bilan buni oqlab bo'lmasdi. Biroq bu yoshlar to'dasi hammani qo'rqitish yo'li bilan o'zlarini oshkor qilmay yurishgan. Magazinchi, dehqon, dehqonchilik qilganlarga har xil joylarga borib solardik. Kim foyda topsa shu joylarga borib solingan. Chitak, aytgan joying shu yermi? Yo'q. Ha, shu yerda aka. Hamma bizga tovon to'laydi. Xavotir olma. To'ppa-to'g'ri aka. Hozir mana buni ham adabini berib qo'yamiz. Ifloslar. Farruh, shu do'konmidi? Mana shu. Kim ursin? Ichkaridan eshikni qulflab olgan ko'rdim. Buzinglar eshikni. Bizga qarashli joy, короче, bizga to'laysan, короче, degan holatda bo'lardi. Shu holat bo'lgan. U paytlar endi yosh bo'lganmiz, o'zimizcha bir kinolar ko'rib qo'yganmizmi, ko'proq bir xayolimiz bir boshqa olamga o'tib qolganmi shu paytda, shu voqealarga bir shu kino olamiga aralashib ketib qolganmiz shu paytlarda. Hey. Ey, Tur. Terror dinda. tur. Bekim olganni qara buni. Kelinglar. Ozroq uxlab qolgan ekanman. Ziyofat avjida-ku, ha? Bodringlar. Sen bu arollarni sotasanmi yo o'zing ichasanmi? Sotaman. O, menga qara. Nima bu do'koningning eshigini yopib olsan? Tinchlikmi? Yo'q, yopaganim yo'q. Uxlab qopman debman-ku. Uxlab qopman degan. Kassani puli tayyormi? Haligi qarzim bor edi, berib yubordim. Kelishinglarni oldinroq aytib qo'ymabsizlar. Qarzim bor edi degan. Maraz. Obchiq. Bo'la qol. Iflos. Kecha. Qani bu yoqqa yur. To'xtachi.
Qayerda? Pul bor ekan-u. Haligi u pul anaqa molimni puli edi. Mol sotgan bo'lsang yaxshi. Unda yarmini mayli, senga rahim qilib tashab ketamiz. Yarmi bizniki. Tushundingmi? Agar yana bir marta biz bilan o'ynashadigan bo'lsang, bizdan yaxshilik kutma. Bu hudud bizga tegishli, tushundingmi? Bizni hududimiz. Bu hududda bizdan bekitib ish qila olmaysan. Tushundim. Har oy pul to'lab turishing shart. Xo'p, Bo'lmasam, hech qachon ko'karmaysan. tushundim. Xo'p. Qani, o'tchi. Ketdik. Marazlar! Yarimini olib ketibdi-ya. Ha, bu yoqda ham bordi-ya. Ha, bu yoqdagini ko'rishmadi. Ha, ko'chaga chiqib qoldim. Hozir chiqyapman. Mana kelib qoldim. Ha, xo'p. Xo'p. Bo'pti. Xo'p. Menga qara, bu yoqqa kel. Menga qara. Nimaga telefonga javob bermayapsan? Nimaga telefoningizga javob berishim kerak? Nima? Nimaga javob bermasliging kerak? Nimaga javob berishim kerak? Qoching. Qayoqqa qochaman? Kim bilan gaplashayotganding? Qayoqqa ketyapsan? Sizga hisob bermayman. Nima? Majbursan. Qo'yib yuboring, og'riyapti. Agar yana yo'limdan chiqib shunaqa qiladigan bo'lsangiz, akamga aytib beraman. O, menga qara. Akang bo'ladimi? Tog'ang bo'ladimi? Amaking bo'ladimi? Menga umuman farqi yo'q, tushundingmi? Xohlasang borib dadangga ayt. Tushundingmi? Og'zingizga qarab gapiring. Men sizni yaxshi ko'rmayman, qoching. Menga qara. Men seni sevaman. Men bilan gaplashishga majbursan. Tushunding-a? Shunaqa bo'lsa. Bo'lmasa o'zim olib qochib ketaman seni. O, gapimni eshit. Shuning uchun aqlli bo'l. Tushunding-a? Mendan ikki dunyoda ham qutula olmaysan. Mendan boshqasiga tegmaysan. Tegadigan bo'lsang, o'zim o'ldirib qo'ya qolaman. Qo'yib yuboring. Jonibek va uning sheriklari Bekjon ismli yigitning iziga tushib qolishadi. Sababi bir sheriklarining singlisiga bu yigit go'yoki shilqimlik qilgan. O'sha yigit bilan kelishib olish maqsadida bir guruh yigitlar aytilgan manzilga ravona bo'lishadi. Bir to'la dehqonchilik bilan shug'ullangan bu yigitning gardaniga katta miqdordagi ulushni ham to'lashni ilishadi. Biroq Bekjon ham mahalliy do'stlarini yig'adi va oqibatda ikki guruh to'qnashishadi. Eng qizig'i, shu mayda jinoiy to'dadan qancha aziyat chekmasin, odamlar kerakli tashkilotlarga murojaat qilishmagan. Sababi odamlarning o'sha paytdagi huquqiy bilimi ancha sust bo'lgan. Ya'ni o'z haqqi huquqlarini himoya qilishni bilishmagan. Shahnoz? Shahnoz? Ey, tinchlikmi, nima bo'ldi? Shahnoz, sen gapiryapman, ey. Tinchlikmi? Tushunmadim, yig'layapsanmi? Kim seni xafa qildi? Ey, sendan so'rayapman, kim seni xafa qildi? Nima bo'ldi, gapir, ey. Shahnoz, asabimni buzma, kim seni xafa qildi deyapman. Gapir, hozir bir nima qilib qo'yaman. Ana qo'shni qishloqdagi Bekjon bor-ku. Ha? Mana boyning o'g'li. Xo'sh. O'sha meni tinch qo'ymayapti. Necha marta telefon qiladi, SMS yozyapti. Javob bermasam, orqamdan chiqib yo'limni to'siyapti. Men seni yaxshi ko'raman deb tinmay orqamdan poylab yuribdi. Bugun ham yo'limdan chiqib, qo'llarimni qayirib, tinch qo'ymayapti. Senga hali tegdimi u? Menga qara. Sen o'zing ko'zingni suzmaganmiding? Yo'q.
Nimaga ko'zimni suzaman unga? Akamni kimligini bilasan dedim. Akamga aytib beraman dedim. Voy yaramas. Akangdan ham, tog'angdan ham qo'rqmayman dedi. Nima? Bu iflos hali meni bilib turib, tanib turib shu gaplarni gapirdimi? Bugun qo'llarimni qisib juda ham qattiq og'ritdi. Men senga necha marta aytganman. Uyda jim o'tirgin deganman, to'g'rimi? Mendan so'rab chiqqin deganman. Aka o'qishga ketayotgandim. Xo'p. Indamasdan qarab turdingmi sen? Qulog'ini tagiga solmadingmi? Meni yaxshi taniydi-ku, singlim kimligini yaxshi biladi-ku. Qo'llarimni juda ham qattiq qisdi aka. Hali senga teydimi? Iflos. Menga qara. O'shanchun ham uyda jim o'tirgan deyman senga. Ma. Keyingi safar yo'lingdan chiqsa, bemalol tiqib tashlagin, tushundingmi? Men o'zim javob beraman qolganiga. Hozir borib o'zim ham gaplashaman. Agar o'zing ko'zingni suzganingni bilib qolsam, seni ham, uni ham mazasini qochiraman, tushundingmi? Tushundingmi meni? Tushundim. Uyda jim o'tir. Bu to'da jamoat tartibini buzib, jamiyat qoidalariga qasddan hurmatsizlik bildirib, urushish, do'pposlash, shikast yetkazish bilan shug'ullangan. Bunday xatti-harakatlar qonun tili bilan aytilganda jamiyatga oshkora hurmatsizlik hisoblanadi. Bunday holatlarda aslida qonun tomonidan ma'muriy javobgarlikka tortish va bezorilikka oid tegishli jazo choralari qo'llaniladi. Bizning qonunlar fuqarolar tinchini buzib, jamoat tartibini buzganlarga qarshi albatta jazo choralarini qat'iy qo'llaydi. Toki qonun qo'li bilan bari yo'lga qo'yilmas ekan, bunday tartibsizliklar bora-bora katta tartibsizliklarni keltirib chiqaradi. Bemalol uxlashini bilani. Ey, turlaringga. Ey, Nimaga? tur. Bemalol xotirjam yotishlaringni qaralaring. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Nima bo'ldi mush? Dard bo'ldi, balo bo'ldi. G'ururlanib, ko'ksimizni kerib yurgan ekanmiz-da, ha? Bu hududni boshlig'i bizmiz deb, ha? U yoqda qayodagi kezalanglar. Bizga tegishli bo'lgan singillarimizga tegijonli qilsa. Nima bo'ldi? Biror narsa bo'ldimi? Gapirsang-chi. Kimdir nimadir dedimi? Menga emas. Sinimga gapirdi. Nima? Meni sinim seni ham siyling, to'g'rimi? Ha, albatta. Agar seni siningga kimdir gapirsa nima qilasan? So'yaman. Endi bilmadim, endi balki sezdirmaslikka harakat qilgandirman men o'zim. Ota-onam menga sezsa ham baribir meni 19 yoshli bolani birdek kuzatib turish, birdek qo'lidan ushlab yurish uncha ota-onani qo'lidan kelmaydi va ishi bilan bo'lib uni vaqti bo'lmaydi u bolaga qaragan. 19 yoshli bola u katta bola bo'ladi. Bir 2 yashar, 3 yashar yo 5 yashar bola bo'lsa ekan, uni qo'lidan ushlab bir joyga, bir manejga qamab qo'ysa tursa u 19 yoshli bola o'sha katta bola bo'ladi. Maktab bitiruvchisi, rosa bo'ydoq payti, qulog'iga gap kirmaydigan payti u. Faqat kuchiga, bilagiga ishonadigan payti u. Sport bo'lar, sport bilan shug'ullangan. Tushuntiribroq gapir. Kim? Bekjon, Abdumandof akani bolasimi, ani qo'shni qishloqdagi? Obbo. Farruh, seni singling, bizni ham singlimiz. To'g'rimi? Biz bu ishni bunday qoldirmaymiz. Tushundingmi? Nima qildi o'zi singlingga? Qulog'ing tom bitganmi nima balo? Gap otibdi deyapman. Teginibdi. Kimligimizni bilib turib teginibdi. Meni yaxshi taniydi. Sanlarni yaxshi taniydi. Maraz. Bu nima degani? Sanlarga tupurdim deganimi? Bo'ldi, tushunarli. Bu ishni bugundan qoldirmaymiz. Menga qara chittak. Aka, Sen o'sha Bekjonni qayerda yashashini bilasanmi? ha, qidirib topaman. Bo'lmasam hoziroq borasan. Bugunni o'zidayoq Fozil otani choyxonasining oldida uchrashuv belgilaysan. Kerak bo'lsa butun qishlog'i bilan kelsin. Xo'p, Bor, yugur. bo'ldi aka, xo'p. Itdan tarqagan. Farruh,
Biz sen bilamiz. Singlingga qilgan ishi uchun qoni bilan javob beradi. Hezalak. Javob bermaguncha qo'ymaymiz. Bundan orqasidan janjal chiqqan u gruppa u bolalar biz bir kun oldin borib ularga nima solib kelganmiz, ustiga pul undirishni, qanchadan pul berishini aytib kelganmiz. Xullas kalom summa kattalik qilib ular ertasiga to'planib kelib shu muammoni hal qilgani bolalar bilan kelgan. Birinchi kuni borib gaplashilgan, shunaqa o'g'aynim kelgan. Endi o'sha paytda sal zo'ravonroq bola bo'lganman. Ushqoqroq bola bo'lganman. O'shanga sinimga gap qildi. Borib kelamiz, gaplashamiz degan. Shu holatda borilgan. Shu holatda unga gapirilgan, sinisiga gap qilsan, sen bu yoqdan tushuntirilgan, yo'lovchi shu paxoda shu nimada unga garuvchi mashin nimaga garuvchi mashincha narsa to'laysan garuvchi bizga. Qilganing uchun. Shu ish qilib qo'yganing uchun. Biz senga tegmadik, sen bizga tegding, endi biz senga tegamiz endi. Shundoq narsadan kelib chiqqan yoshlik nimasi. Biz ham o'sha paytda to'planib oshna o'g'aylar bilan turgan paytimizda kechasi birlarmi deya ikkimi de kechasi uchrashishga belgilanganmiz. Ko'rishadigan joyda ko'rishib, xuddi shu yerda janjal boshlangan. Birinchi bir-birimizni biz mahallada turib bir-birimizni tosh bilan tosh ataka o'ynadi. Bir-birimizni tosh otish boshlandi. Keyin shuni orasida keyin bir-birimizga yaqinlashib, keyin qo'l bilan urushga kirib ketdik. 2-3 kishi urildi edi. O'sha ikkitasi qattiqroq yegan o'sha. Ular u kalta yegan, o'sha dehqonlar bilan urushganman men. U endi o'sha paytda uni oldiga pul temasida bormaganmiz. Biz uni bir og'aynimizni sinasiga lishni gapirgan uchun borganmiz. Birinchi borgan kunimiz. Shu u bolani oldiga umuman bormaganmiz. U bolani o'shnamizni sinasiga lishni gapirib qo'ygan uchun borib, shundan boshlangan bu nimalik, sho'xlik. Biz ham shu bir 10-15 ta bola atroflarda urushganmiz. Yo'q, boshqa tushib qolgan uni o'rniga. U qochib ketgan, u janjal chiqazigan bola ketib borgan. U ham endi o'ziga yarasha bolani olib kelgan, ko'rishadigan bo'lganmiz. U ham 71-yilmi bolani olib kelgan bola. Ushlashgan endi, u ham ushlashadigan bola ekan. O'sha ikkalamiz oramizda garchi muslashuv bo'lgan shunda. O'sha 71-yil bola bilan men mushtlashgandan birinchisi. Baribir hamma o'zini kuchiga yarashasini tanlab urushadi. O'shanisini kimi zo'r ekan deganman, o'sha mashinasi zo'r ekan. Demak, o'sha bilan men mushlashaman. Uni o'shani garchi urilgan, o'sha 12 tamiz singan. O'sha holat bo'lgan shu yerda. Ikki kishini o'ta qattiq holatda urib qo'yilgan. Shuni orqasidan garchi ular qo'l oyog'i bo'ylab hushidan ketgan holatda suvga tashlab yuborilgan, cho'ktirilgan. Tort. Bola qotil. Sekin, to'xtang. Endi buni suvga otib yuboramiz. Endi bu yerda qattiq ayamay urmasam, bu endi tinchlanadigan holat bo'lmaganda, endi u ham vajohatda turibdi, men ham vajohatda turibman. Men sekin uni gap bilan tushuntiradigan holat bo'lmagan, o'sha bir-biriga mush otilgan. U ham qizib qolgan, men ham qizib qolganman. Xullas kalom qattiq urmasa kimdir aytib yiqilish kerak bo'lgan, o'shanda janjal to'xtagan holatga kelgan.
Endi janjal boshlangandan keyin uni to'xtatish uchun bitta tomon yo qattiq travma olish kerak. Uni o'shanda tinchadi. Ungacha tinmaydi. Chunki ajratadigan odam yo'q u yerda. Hech kimni ajratmaydi. Faqat bir kishi yiqilsa, keyin to'xtaydi urush. O'shanda o'sha voqea bo'lib o'tgan. Esing joyidami? Qanaqa qilib suvga otib yuboramiz? Sho'tga tashlab ketaveramiz. Endi ishni oxiriga yetkazish kerak. Ko'tar, bo'l. Suvga tashlaymiz. Bo'l. 1, 2, 3. Ha, birinchi kun tushuntirildi, ertasiga keyin xuddi narsa bo'lib o'tdi-da, janjal bo'lib o'tdi. Ertasiga birinchi kun borib o'sha temani tushuntirildi, ertasiga o'sha qo'yilgan narsani olib kelgani borganmiz. Berasan shu narsani endi deb. O'shandan keyin ular ham endi to'planib turgan ekan, bir 10 tama 15 ta to'planib turgan ekan. Endi ular ham bizni nakazat qilish uchun ular ham turgan ekan yerda to'planib. Biz ham ular keldi. Biz bordik, ular to'plandik, короче, o'sha yerda tushunmovchilik, razumiyana bo'lib, janjal chiqib ketdi keyin o'sha yerda. Endi uni suvga borib tashlashga to'g'ri kelganda, o'zi o'ldi deb o'ylaganmiz, uni urganda qattiq urib. Bir kishini shuna chekkaga tashlaganmiz, yo'lda bo'yiga tashlaganmiz. O'sha o'tgan joyda yiqilgan uni. Unga tegilmagan, bittasini tashlab yuborilgan suvga. Qolganini biz. Xullas, Bejon va Jonibek orasidagi muammo ancha chegallashib ketadi. Ular ancha tortishishadi. Hatto ikki tomonning orasidagi kichik nizo katta yaraga aylanib, katta janjal yuzaga keladi. Bir necha yigitlar Jonibek va uning sheriklari tomonidan ayovsiz kaltaklanadi. Kaltak zarbidan hushini yo'qotgan Bejonni esa qo'l oyoqlarini bo'ylab suvga oqizib yuborishadi. Biroq umri uzun inson qay yo'l bilan bo'lmasin, biror mo'jiza sabab bo'lib tirik qolishi mumkin. Bejon ham mo'jiza sabab tirik qoladi. Biroq og'ir ahvolda bir necha oy kasalxonada yotadi. O'sha kuni chiqib ketganmiz, o'sha kuni 2 kishi chiqib ketganmiz, 2 ta urgan bola chiqqanmiz. Qolganlar qatnashmagan. Biz urdik bo'ldi, o'zimizga gurizat qilganmiz shu bilan. 2 ta urushgan bola ketganmiz. Oy. Shu narsani unutmasan. Esingdan chiqarmagin, tushundingmi? Bo'ldi qilay. Yo'q. Nima deganing bu? Bo'ldi dedim. Menga unaqa jahl qilma. Mana jiyanim o'zimizni singlimiz bo'ladi. Hammasi uchun u javob beradi. Menga qarang. Bo'ldi. Bu yog'iga nima bo'lsa peshonadan. Sizlar uyga ketavering. Peshana? Farruh ikkalamiz. Nima, shundoq qo'yib berib qo'yaverasanmi? Bo'ldi, boringlar. Menga qara. Ketaveringlar. Gapimni eshit. Unutma bu narsani. Aka, Bo'ldi. ketdik, yuring. Tushundingmi? Yuring aka, yuring. Qara o'zingga. Ketdi. Ketdik. Farruh. Balki biror yoqqa qocharmiz. Jinnimisan? Qayerga qochasan? Baribir. Yeri tegidan bo'lsa ham topib olishadi. Ey, menga qara. Qo'lga tushishimizni kutib o'tirolmaymiz bir joyda. Nimadir qilishimiz kerak. O'zi suvga bekor tashladik. O'lib ketsanida. O'lib ham bo'lgan. Mayli. Nima bo'lsa ham bu yerda o'tirolmaymiz, ketishimiz kerak. Tur, ketdik. Tajovuzkorlik va ta'qiblar bu guruhda yanada keng qo'llanilib boriladi. Jonibek esa mana shu ishlarga bosh-qosh bo'lgan. Chunki Jonibek va uning atrofdagilarida buzg'unchilik va xulq-atvorning deviant shakli shakllanib borgan. Biroq buzoqning yugurgani somonxonagacha deyishadi. Bejon bilan bo'lgan holatdan keyin qiynalgan insonlar huquq-tartibot idoralariga murojaat qilishadi. Tezda jinoiy guruh izga tushiladi. Jonibek va uning sheriklari qilgan jinoyatlari uchun zudlik bilan qo'lga olinadilar. Shuning uchun aytishadi-ku, shahar bedarvoza emas deb. Ular o'zi qutqarilib chiqib, qanaqadir sabablar bilan chiqib ketib qolgan suvdan. U hodisa keyin o'sha kuni biz o'zimiz pobegga chiqqanmiz, qochib ketganmiz boshqa davlatga. O'sha davlatdan
kelganmiz. Keyin shu kelganda o'sha paytda 277-modda o'tirib qolgan, faqat tan jarohati olgan holatda. Sud zalidan yo'lovchiga o'sha payt kelishuv bo'lgan, da'vo nimalarim to'langan, pullari, tishlari solingan, hamma yoq qilingan. U bola bilan keyingi safar ko'rishganman. U bo'ldi, qo'l berib bir-birimizga tushunmovchilik, u qaytib ishini gapirmaydigan, biz unga qaytib tegmaydigan bo'lganmiz. Bo'ldi, shu janjal bilan u ham mard bola ekan, o'zi bir-birimizga qo'l berib bo'ldi. Endi unga bir-birimiz bilan gaplashganmiz. Qaytib ko'rishib qolsak, yo'q, qattiqroq endi bu safar o'lim bilan tugashi mumkin. Urushib ketsak endi. Xullas, Jonibek va uning to'dasi mana shu voqeadan keyin tezda qo'lga olinadilar. Va yuqorida aytib o'tganimizdek, Jinoyat kodeksining 277-moddasi 3-qismi bilan aybdor deb topiladi hamda ularga jazo tayinlanadi. Jonibek afsuski shu bilan chegaralanib qolmaydi. U o'z aqlini yig'ishtirib olmaydi. Bir jinoyatining jazo muddatini o'tab ikkinchisiga qo'l uradi. Ehtimol buning sababi u bir o'zi chet ellarga borib musofirchilikda ishlab kelgandadir. Ana shu yerlarda ham turli xildagi odamlar har xil guruhlar ta'siriga tushib qolgandadir. U yana ko'p jinoyatlarga qo'l uradi. Nafaqat o'z yurtida, balki boshqa yurtda ham qonunlar oldida bo'yin egib, aybdorlik kurslarida ham o'tirib chiqadi. Endi afsuslanish ishlab pul topadigan davrda meni bitta narsa pul ham keyingi darajali narsa. Pul u odamning hayotida u kelib ketadigan narsa. Unga afsuslanmayman. Men bitta narsaga afsuslanaman hayotimda. Qizim 3 yashar, o'g'lim 1,5 yasharligida qamalib ketganman-da. Xullas kalom, shu katta bo'lganda ko'rdim-da endi. Yashaydi, birga yashaymiz, oilam bor, ayolim bor. Ayolim qani endi qari ota-onamda, endi ota-onam ham endi kenja o'g'lim 40 ga kirganimdan keyin ular necha kirishi mumkin ular? 70 ga kirdi-da ular o'sha. Ota-onam ham hayot, ayolim ularga qaraydi, bolalarim o'sha qizim 9-sinfda o'qiydi, o'g'lim 5-sinfda o'qiydi. O'sha ularni afsuslanadigan narsam nima? Asosiysi ular yoshligida bu yoqqa bormadim-da. O'ynatgani, bir aylantirgani, bir o'sha afsuslanish. Hatto yashab o'tgan umrimga ham achinmayman, boshqa narsaga ham, pulga ham achinmayman, mol dunyoga ham achinmayman. Yaxshi yashaydigan endi yoshlik davri hali oldimda, hali kech emas. Endi 40 ga kirdim, balkim bu yoqda 10 yil, 15 yil, 20 yil, balkim 70 ga kiraman. Endi Alloh bergan qancha barakasini bersa, qolgan umri bir yaxshiroq. Xudo xolasa yaqinda ko'payishamiz yana. Endi orada 13 yil farq bo'lib ketdi-da. Masalan, farzandlar bitta o'g'il, bitta qiz ozda. Endi o'zim farzandni juda, o'zim jahldor bo'lganim bilan farzandni juda ham yaxshi ko'raman. Kichkina bolachalarni yaxshi ko'raman, u kema bolasi bo'lishdan qat'iy nazar yaxshi ko'raman. Hozir yaqinda ko'payishamiz, inshaalloh o'zim ham 25-dekabrda Zivanovim chiqaman ozodlikka. Hozirda fuqarolarning inson huquqlari to'g'risidagi bilimlarini oshirishda olib borilayotgan keng ko'lamli ishlar bekorga amalga oshirilmayapti. Chunki o'z haq-huquqini bilgan fuqaro, jamiyat mana shunday Jonibekka o'xshab tinchlikni buzadigan bezorilar oldida qaddini tik tuta oladi. O'zini o'zi himoya qila oladi. Aziyat chekib yurmaydi. Shuning uchun har birimiz huquqiy ongimizni rivojlantirmoqimiz kerak. Fikr qiling. Sizning birgina xatoyingiz onangizni qaratadi. Sizning birgina xatoyingiz bir ayolni beva qiladi. Unutmang, sizni birgina xatoyingiz tufayli norasida go'daklar yetim bo'ladi. Ular kechalari yig'lab sizni qarg'ashidan oldin to'g'ri yo'lga qayting.